Assalomu alaykum. O'tgan safar kanalda so'rovnoma o'tkazganimizda bir 70% odamlar o'sha qanaqa prezentatsiya qilish haqida video so'ragandi. O'shaning uchun hozir o'sha qanaqa prezentatsiya qilishni ko'rsatib o'taman. O'zi menimcha ko'pchilik tushungan bo'lsa ham kerak, chunki oson, unaqa qiyin emas. Endi sizlarda shunaqa start bosganda tugmalar chiqadi, faqat admin panel menda faqat chiqadi. Qolgan tugmalar sizlarda ham chiqadi. Mana bu slayd yaratish tugmasini bosamiz. Mavzuni kiriting deydi. Masalan, qanaqa xohlagan o'sha kerakli mavzuni kiritasizlar. Masalan, dunyo okeanlari degan mavzuni kiritamiz hozir. Endi o'sha prezentatsiya qaysi tilda bo'lsin deb so'raydi. O'shada xohlagan tilni yozib jo'natasizlar. O'sha tilda tayyorlab beradi. Masalan, o'zbek deb yozamiz. Endi bu yoqda hozir slaydning birinchi varog'ida nima bo'lishi haqida so'raydi. Agar bu birinchi varog kerak bo'lmasa, mana bu ko'k yozuvni ustiga bitta bossak hozir o'sha birinchi varog tashlab ketiladi. Endi masalan hozir bu yerda yozib ko'rsataman. Toshkent axborot texnologiyalar universiteti talabasi Norqobilov Shahzodning geografiya fanidan taqdimot deb yozyapman. Endi bu yoqda o'zingizni universitetingiz, ism familiyangiz yoki xohlagan narsangizni yoki masalan tayyorladi bu, qabul qildi bu deb qo'shib xohlagan narsani yozishingiz mumkin. Biz endi shuni tanladik, yozdik. Bu yer endi dizayn qismi. Bot 26 tami shunaqa rasm taklif qiladi. O'zingizga kerakli rasmlar mana shu ikkita tugma orqali o'tkazib, tanlab xohlagan bir keraklisini nima qilasiz. Agar prezentatsiya uchun o'zingiz rasm jo'natmoqchi bo'lsangiz, jo'natsangiz agar shu joyda o'sha rasmni prezentatsiya orqasi sifatida qabul qiladi, o'shanaqa tayyorlab beradi. Agar xohlasangiz mana bu yurakchalar bor, rangli. O'sha qaysi bir rangda bo'lishini xohlasangiz, o'shani tanlasangiz, o'sha rangda qilib beradi. Yoki rasmlarda masalan xohlagan bitta rasmingizni tanlaysizda, OK tugmasini bosasiz. Slayd nechta varog'li bo'lishini so'rayapti hozir. Bu yerda nechta betli bo'lishini masalan 10 bet deb tanlaymiz. Va bot mana ishlashni, tayyorlashni boshladi. Ozgina kutamiz, o'sha ma'lumotlar, rasmlar, kerakli narsalar qo'shilishini ozgina kutamiz. Mana tayyor bo'ldi. Bu hozir kerak emas narsa edi, mayli. Mana endi birinchi bet dunyo okeanlarining umumiy ko'rinishi. Endi bot har doim ham mos rasm topib bera olmaydi. Baribir bu nima deydi, odamchalik emas. O'shaning uchun rasm tanlash odamchalik emas, lekin ma'lumot yig'ishi odamlardan ham yaxshiroq yig'ib qo'yadi ba'zi. Boshqa narsa bizga tegishli narsa emas hozir. Xo'p, dunyo okeanlarining umumiy ko'rinishi hammasi joyida. Hozir matn ham, rasm ham yaxshi. Shu tugmani bosamiz, keyingi prezentatsiyani ko'rsatadi bizga, keyingi betni ko'rsatadi. Hozir bu birinchi bet edi. Xo'p, ikkinchi bet okeanlarning asosiy turlari. Hozir agar masalan bu rasm yoqmasa bizga, rasm yoqmadi deganni bosamiz. O'zimiz shu mavzuga mos birorta rasm jo'natamiz. Yoki masalan oson rasm topish usuli. Mana bunaqa belgi bilan big deb yozamizda, okeanlar deb. O'sha mavzuga mos biror bir kalit so'zini yozamiz. O'sha rasmni masalan bitta rasm tanlaymizda, jo'natamiz botga. Rasm qabul qilinadi. Keyin hammasi joyida degan tugmani bosamiz. Mana keyingi bet okeanlarning ekologik ahvoli. Menimcha rasm bilan matn mos tushgan hozir. Hammasi joyidani bosamiz.
keyingi bet. Endi bu rasm hozir sal mos kelmayotgan bo'lsa agar yana rasmni almashtirish. Xullas agar matn yoqmadini bo'lsa matn almashtiriladi, jo'natamiz. Rasm yoqmasa rasm almashtiramiz. Hop, keyingi bet shunaqa qilib ko'rsatib ketaveradi biz. Qarab, o'sha hammasi joyida bo'lsa, hammasi joyida degan tugmani bosamiz. Agar rasm yoki matn yoqmasa, masalan 7-betga matn yoqmadi deymizda, xohlagan biror bir o'zimiz xohlagan matnni, ma'lumotni yozib jo'natamiz. Bo'ldi. 7-betga mana shu narsa yoziladi endi. Hop, 8-bet, 9-bet. Xullas hammasini ko'raveramiz. Bu kelajak okeanlari saqlash strategiyasi. Menimcha rasm bilan matn mos tushgan bo'lsa kerak. Endi dunyo okeanlari degan fayl tashlab berdi prezentatsiya. Hozir agar PDF yuklab olishni bossak, xuddi shu prezentatsiyani PDF ko'rinishida ham tashlab beradi bot. O'sha tugmani bosamiz va kutamiz. Necha ko'rib chiqsak, masalan, bot yuborgan prezentatsiya mana. Hop. Mana birinchi betga o'zimiz yozgan narsa, mana Toshkent axborot texnologiyalari. O'sha birinchi betga shunaqa yozgandik. Mana 3-betga biz tashlab bergan rasm. Xo'p, mana qolgan betlar dengiz resurslari, bu joylarga teginmagandik. Mana 8-betga o'zimiz matnni yozib jo'natgandik. Mana bu yerda o'zimiz yozgan matnni qabul qilgan. Xullas shunaqa bo'ladi, unchalik qiyin emas. Endi bot masalan har doim yaxshi rasmlar tanlaydi, lekin ba'zida o'xshamay qolishi mumkin rasmlar, mavzuga mos kelmay qolishi mumkin. Lekin ma'lumotlarni menimcha almashtirishga ehtiyoj yo'q. Har doim bu matnlar yaxshi chiqadi, lekin rasmlar yoqmasa, o'sha mavzuga mos avvaldan rasmlar tayyorlab qo'yasiz yoki o'sha pik deb yozib, o'zingiz yozib, rasm qidirib o'sha birorta rasm jo'natasiz. Xullas shunaqa. Hozir PDF qilishni ham tanlab qo'ygandik botga. Xo'p, mana PDF ni ham tashlab bergan. PDF sal kichkinaroq bo'ladi. Lekin o'sha narsani o'zi bo'ladi, bir xil bo'ladi. Endi PDF fayl sal kichkinaroq fayl bo'ladi, lekin xuddi bir xil bo'ladi. Hajmi kichkinaroq bo'ladi. Agar hajmi kichkinaroq kerak bo'lsa, o'sha PDF ni tanlaganingiz yaxshi. Xullas shunaqa bo'ladi. Endi ba'zi iqtisodiy masalan yoki shunaqa mavzular, hisob-kitob mavzular bo'lsa, mana bu rasmlarning o'rniga bot chiroyli qilib diagrammalar ham tuzib qo'yadi. Lekin diagrammalarni ko'rsatmaydi. Faylning ichiga mana bunaqa payt ochgan payt ko'rinadigan qilib chiroyli qilib joylashtirib beradi. Xullas shunaqa qilib tayyorlanadi.